Mamachka bo'lib turib, eng uzoq kutgan posilkam. Birga распаковка qilamiz. Oh, rosa xohladim, наконец-то qo'lim bo'shaydi. Чехол ham bor ekan. Meshочек. Bismillahirrohmanirrohim. Bu modniy mokka rangida. Ergi ryukzak. Right where you belong. Xo'sh. 0 dan 6 oygacha oldi tarafda taqib yurasiz. 6 oydan keyin orqa taqsa bo'ladi. Давайте taqib ko'ramiz. Mana shunaqa мощный poyezdda turadigan kreplение. Bu belga. Belda yaxshi fiksatsiya bo'lishi uchun ikkita tarafdan tortib qo'yamiz. Вот. Endi oldi tarafi. Вот zaklopkasi bor bu yerda buni. Bismillahirrohmanirrohim. Bola mashotga qo'yiladi. Fiksatsiyasi bor ekan, ya'ni kenguru mana bu yerdan tushib ketmasligi uchun. Orqasidan yana bitta fiksatsiya bor ekan. Rasmini. Bu yerda yana bitta mana. Всё. Bu endi hech qayerga tushib ketmaydi. Oyoqlari bu yerdan chiqib turadi. Nimaga bu 0+? Chunki oyoqlari такой M-образный bo'ladi. Bu yerdan doyo, popichkasi pastga tushib turadi, правильный bo'lib va unga ves tushmaydi, ya'ni popichkasiga ves tushmaydi. Boshini ushlab turish uchun mana bunisi ko'tariladi. Do'q ko'tariladi, shunda boshi ham fiksatsiya bo'ladi. Mana bu yerda bor zaklopka, mana shunga mundovlanib qoladi, bu tushib ketmaydi shunda. Kenguruni правильныйsi bu agarda siz labingiz bilan bolani peshonasini o'pib olsangiz, to'g'ri hisoblanadi. И вот bo'ladi-da. Правильно всё. Bitta bunaqa karmashkasi bor. Lezonni quchoqlab turish uchun. Женщина with hug-da. И всё, ikkita qo'lingiz bo'sh bo'ladi. Bolangiz bag'ringizda bo'ladi. Всё шикарно. Bo'ldi endi. Endi syomkalarga ham taqishib ketaveraman. Zara. Shunaqa zamonda yashab, dunyoga farzand keltirganimdan juda ham xursandman, chunki ona uchun hamma udobsolar bor hozir.